Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Uyg'urlarning motam kuni. Xitoy konsulxonasi nomussizlarcha lager qurbonlarining yaqinlarini atalmış jinoyatlarni e'tirof qilishga majburlagan. Xitoy Kommunistik Partiyasi markaziy iqtisod yig'ini etish orqali duch kelgan masalalarni oshkorlagan. Ozarbayjon tog'liq Qorabog' harakatida shahid qilingan askarlarning barliq qarzlarini o'chirib tashladi. Sog'lomlik haqida Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Şərq Türkistan Cumhuriyetining Ahmadjon Qosimi boshliq muhim bo'lgan 30 yuqori darajalik rahbarlarning qaslab o'ldirishidan keyin Xitoy armiyasi Şərq Türkistonga besib kirib 1949-yili 22 dekabr kuni mustaqil Şərq Türkiston Cumhuriyetini qo'llatdi. Xitoy Şərq Türkistonni ishg'ol qilganiga 71 yil bo'ldi. O milliy motam kunida Şərq Türkiston sürgün hökumətining bosh ministri Şərq Türkiston Milliy Uyg'unish harakatining raisi Salih Xudoyor qatorliq yoshlar 22 dekabr kuni Amerika Oqsaroy oldida namoyish faoliyati o'tkazdi va 3 nuqtadan muhim so'z qildi. Birinchi, u motam kunida Xitoyga bo'lgan qattiq noroziligini bildirib, Xitoyning Şərq Türkistonni besib olganligini e'tirof qildirish. Xitoy Kompartiyasining 71 yildan buyon hech bir zulmni to'xtatmaganligini, irqiy qirg'inchilik, ayollarni tug'mas qilish, bolalarni assimilyatsiya qilish qatorliq insoniyatga qarshi jinoyatlarni texim ichib berdi. Ikkinchi, chet el dаңlıq şirketlerinin Xitoy mustabidlariga yantayoq bo'lib, Şərq Türkistonda Uyg'ur va boshqa turk millatlarini qo'l o'rinda emgak selishdek qilmishlarini qattiq tanqidladi. Uchinchi, Amerika va G'arb davlatlarining Uyg'urlarni qo'llagan harakatlariga rahmat etish bilan birga navbatdagi jazo lagerlarini taqash, shundaqla ishg'ol qilingan zamin ekanligini e'tirof qildirishda amaliy harakat qilishni talab qildi. 22 dekabr kuni lager qurbonlari yaqinlari Xitoy hukumati tarafidan tutqun qilinib, izlariki bo'lmayotgan oila a'zolarining ahvolini surishti qilish uchun takror Xitoy konsulxonasining oldida faoliyat o'tkazdi. Lager qurbonlari yaqinlari 14 avgustdan boshlab Xitoyning Turkiya Istanbul konsulxonasidan lager yoki turmalarga so'langan va g'oyib qilib o'tilgan oila a'zolari haqida izohat berishni va munosabatli xodimlar bilan ko'rishtirishni talab qilib kelmoqda. Lager qurbonlarining yaqinlari qayta Xitoy konsulxonasiga munosabatli iltimoslarni topshirmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, biroq konsulxona ta hozirgacha lager qurbonlarining iltimoslarini topshirib olishni va munosabatli xodimlar bilan ko'rish talabini rad qilib kelgan. Lager qurbonlarining yaqinlari 18 dekabrdan e'tiboran Xitoy hukumatidan iltimoslarini rasmiy yo'sinda topshirib olganga va oilalari haqida izohat berganga qadar har kuni Istanbul konsulxona oldida yig'ilib Xitoy hukumatidan javob kutadiganligini e'lon qilgan. Bir qancha kundan buyon Xitoy konsulxonasi oldiga yig'ilgan lager qurbonlarining yaqinlari va axborot vositalarining tirikish natijasida Xitoy konsulxonasi rasmiy bo'lmagan uslubda faoliyatchilarga xat bergan. Xitoy konsulxonasi lager qurbonlari yaqinlariga taqdim bergan xatda faoliyatchilarni konsulxona tarafidan belgilab bergan atalmış jinoiy qilmishlarni o'z ustiga olib, ijtimoiy taratqularda jinoyatini qabul qilishga majburlagan. Xatda yana lager qurbonlari yaqinlarining atalmış jinoiy qilmishini e'tirof qilib, ijtimoiy taratqularda gunohini to'nigandila elchixona xodimlarining ular bilan oilalari haqida ko'rishadiganligini aytgan. Xatda yana faoliyatchilardan atalmış bo'lgunchilarning bayrog'i bilan Şərq Türkiston atalg'usini ishiltishni to'xtatishni ve atalmış bölgünç şəxslər bilan aloqasini butunlay o'zgarligiga oid ijtimoiy taratqulat ochiq oshkora bayonot e'lon qilishni talab qilgan bo'lib, shartlari o'rindalgandan keyin Xitoy doiralarining ko'rishga qo'shilganligi yozilgan. Xitoy konsulxonasining qonuniy mas'uliyat doirasidan hal qilgan holda qaysi sud mahkamasi yoki qonuniy organning tasdiqi bilan lager qurbonlari yaqinlariga atalmış jinoyat bekitganligi va qaysi organning buyrug'i bilan atalmış jinoyatini e'tirof qilishga majburlaganligi aniq emas. Tarqitib berilgan xatda mazkur izohatning konsulxonaga oid ekanligiga doir hech qanday konkret uchur tilga olinmagan bo'lib, xatga konsulxonaga oid hech qanday tamg'a va imzo qo'yilmagan. Kuzatuvchilarning qarashicha Xitoy diplomatlari cho'ng'ib ketish mumkinchiligi bo'lgan har qanday javobgarlikdan qochish uchun rasmiy usulda izohat berishdan uzoq turmoqchi va bu orqali kelib chiqqan foydasiz oqibatda xatdan tinib olish uchun o'ziga mumkinchilik qoldirib qo'ymoqchi ekan. Xitoyning etini qirg'inchilik va yig'ib olish lagerlari siyosatidan keyin muhojiratga Uyg'urlar parchalangan oilalari va Xitoyning turmalariga so'langan oila a'zolari uchun ovozini anglitishga tirishib kelmoqda. Xitoy konsulxonasi lager qurbonlari yaqinlarining talablariga va iltimoslariga bugungacha javob berish va topshirib olishdan o'zini qochirib kelgan bo'lib, bu qatim pozitsiyasini o'zgartirishga majbur bo'lgan. Xitoy diplomatlari Uyg'ur faoliyatchilarining oilalari haqida izohat berish uchun lager qurbonlari yaqinlariga ochiq oshkora shart qo'ygan. Buningdan burun 14 avgust va 2 dekabr kuni lager shohidlari va jazo lager qurbonlarining yaqinlari Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasiga munosabatli iltimosini sunish uchun talablarni yetkazgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy konsulxonasi lager qurbonlari yaqinlarining tutilgan urug' tuqqanlari to'g'risida ma'lumot berishni talab qilib yozgan iltimosini qabul qilmagan.
Xitoy Kommunist Partiyasining davlat boshqarishidagi Xinhua agentligi 20 dekabr kuni oldingi juma kuni oxirlashgan Xitoy Markaziy iqtisodiy xizmat yig'inini dag'dug'liq tashviq qilgan. Mutaxassislar Xitoy Kompartiyasi hal qilishga tegishli nurg'un xalqaro masalalarni oshkorlaganligini, masalan, Xi Jinping huquqining xirisga uchrashi, davlat xazinasida qizil raqam ko'rilishi va Xitoydagi ochliq krizisi, o'zining mahsuloti bo'lgan Xitoy virusining keltirib chiqargan har xil ofatlari, davlat ichi va xalqaro bo'lsin, yuqori qatlamdagilarning nodonlik bilan chiqargan xato qaror buyruqlar qatorliqlar. Xitoy Kommunist Partiyasining iqtisodiy yig'indagi so'zi va rasmiy e'lon qilgan tashviqot maqolalarining hammasida dafna marosimini xo'shallanarliq faoliyatda bejirish ko'rsatish prinsipida ching turganligi. Agar Xitoy Kompartiyasi e'lon qilgan har xil maqola va dokladlarga qaraydigan bo'lsa, Xitoy Kompartiyasining nurg'un qiyin masalalarga duch kelganligini ko'rsatadiganligini ta'kidlagan. Xinhua agentligining axborotida Xitoy Kommunist Partiyasining hozir o'zlarining qatma-qat zarbiga duch kelganligi, ya'ni Xitoy virusiga bo'lgan kontrollikni yo'qotishi, dunyo iqtisodining 2-dunyo urushi oxirlashgandan buyongi eng nachar chekinishga ketib qolganligi, shundaqla xalqaroda kishilik huquqini dafsanda qilish qatorliq sabablar bilan jazolanishini e'tirof qilganligini ko'rib olgan bo'ladi. Axborot yana Xitoy Kommunist Partiyasining Markaziy komiteti xizmat yig'inida 2021-yillik 8 vazifaga davlatning strategik fan-texnik kuchini kuchaytirish, sanoat ta'minlash zanjirining mustaqil kontrol qilinishini kuchaytirish, davlat ichi ehtiyojini kengaytirishning strategik asosida ching turish, islohot va echivitishni umumyuzlik ilgari surish, urug' va terilg'i yer masalasini hal qilish, monopoliga qarshi turishni kuchaytirib, mablag'ning qalaymaqon kengayishini oldini olish, shaharlardagi gavdalik turalg'oy masalasini hal qilish, bulg'anishning oldini olish va kontrol qilish qatorliqlarga ahamiyat berishni talab qilgan. Bu 8 cho'ng vazifalarning hammasi amaliyotda Xitoy duch kelayotgan intayin qiyin va chorasiz qolgan ishlar. Azerbaycan tog'li Qorabog'da ishg'oliyat ostidagi zaminni ozod qilish uchun epag'an harakatda shahid bo'lgan 830 askarning qarzlarini o'chirib tashladi. Azerbaycan Markaziy bankasi shahid askarlarning bankalarga bo'lgan qarzlarining o'simlari bilan birlikda o'chirib tashlanganligini e'lon qildi. Bayonotda shahidlarning 286 tuqqanlari va 1323 yaralangan askar, shundaqla Armeniyaning hujumida hayotidan ayrilgan 15 fuqaro va yaralangan 9 fuqaroning qarzlari o'chirilganligi bildirildi. Azerbaycan armiyasining 27-sentabrda boshlagan harakatida 5 shahar markazi, 4 nahiya va 286 yezini ozod qilgandan keyin Armeniya mag'lubiyatni qabul qilgan edi. Ishg'oliyat ostidagi Og'dam, Lachin va Kalbajar viloyatlarini bo'shatib berish ahdnomasiga imzo qo'ygan edi. Bu urushda Azerbaycan armiyasidan 2800 dan ortiq kishi shahid bo'lgan. Turmushimizda issiq lunga orqali tövendagi maqsadlarga yetkazib bo'ladi. Birinchi, ko'z org'inligini pasaytirish. Lungiga issiq o'tkazish orqali ko'z atrofidagi qon aylanishini ilgari surib, ko'zning charchishini yeniklatkili, ko'z qurg'oqlashish kasalining alomatlarini pasaytkili bo'ladi. Maktabda o'qiydigan bolalar, xizmatchilar kashlikka ko'ziga issiq lunga qo'yib berganda ko'zini asrash unimiga yetalaydi. Ikkinchi, gaz bo'lib qolishning oldini olish. Issiq lungini quloqqa qo'yib yoki issiq lungi bilan quloqni yenik surtib o'g'laganda, quloqning qon aylanishini yaxshilab, qon kamlikdan bo'lgan iqtidor xarakterlik gazlikning oldini olib bo'ladi. Uchinchi, boshqa ishni yaxshilash. Issiq lungini orqa miyaga qo'yib har qatim necha minut issiq o'tkazganda, orqa miyadagi palalarni g'idiqlab, qisman bemorlarning boshqa ish ahvolini yaxshilag'ili, inkas kuchi va tafakkur iqtidorini oshirg'ili bo'ladi. 4. Bo'yinga yaltirib qolish. Yenik darajada yaltirib qolsa, issiq lungini og'rigan o'ringa qo'yib, asta yenik surtib, bo'yin qismini harakatlantirish orqali bearam bo'lishni tugatkili bo'ladi. 5. Bo'yin umurtqa kesilining oldini olish va uni davolash. Dastlabki mezgildagi bo'yin umurtqa kesilining alomatlarida bo'yin qetib qoladi. Bo'yin og'rish yoki sovuq o'tib qolgandan keyin yenik og'rish ko'rilsa, lungi bilan issiq o'tkazib, kasallik alomatlarini yaxshilab, qon aylanishini ilgari surib, muskullarning tortishib qolishini pasaytib, bo'yin umurtqa kesilining oldini olib bo'ladi. 6. So'zilma xarakterlik bel umurtqasi og'riqini pasaytadi. 7. Issiq o'tkazish orqali yiqilgandan keyingi kasallik alomatlarini pasaytkili bo'ladi. 8. O'kil soldirganda kelib chiqqan qaytishish. O'kil solgandan keyin qaytib qolgan o'rinlarga issiq lungini qo'yib, har qatimda 30 minut issiq o'tkazib o'g'lash orqali qon aylanishini tezlatib, dori suyuqligining so'mirilishini tezlatkili bo'ladi. Xabarlarimizni yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.